Jupiter 4 mototsiklmi? Yo'q, bu ovoz, g'urur va erkinlik. Kimdadir yoshlik xotirasi, kimdadir birinchi texnika. Jupiter 70-80-yillardagi sovet yoshlarining orzusi, qishloqlardagi birinchi shaxsiy transport va eng muhimi, erkinlik timsoli edi. Qisqacha ta'rif. Ijevsk mexanika zavodi tomonidan 1980-yildan 85-yilgacha ishlab chiqarilgan. Jupiter bu 2 silindrli, 2 taktli dvigatelga ega bo'lgan 350 kub sim hajmli mototsikl. U avvalgi modellardan farqli ravishda, kuchli, ishonchli va zamonaviy ko'rinishda edi. O'zbekistonda Jupiter 4 qanday qadrlangan? Qishloq yigitlarining orzusi. Jupiterda haydash, ulug' ishlarga yo'l ochish kabi edi. Mototsiklga ega bo'lish, erkak bo'lding degan. Jupiter motorining ovozi 1 kilometrdan eshitiladi. Qishloqda kimdir kelyaptimi? Jupiter ovozi bilan bilasan. O'zbekistonda bahor kelishi bilan mototsikllar qayta tiriladi. Qiziq fakt. Jupiter mototsiklida old va orqaga 2 kishi, ba'zida 3 kishi ham chiqadi. Uning o'ziga xos ovozi hammaning quloqida hali ham bor. Esingizdami? Siz ham Jupiterda yurganmisiz? Yoshlikda sevgan qizingizni shu mototsiklda olib qochganmisiz? Yoki otangizda shunday motik bo'lganmi? Xotiralaringizni izohlarda yozing.